Hurmatli podpischilar, suraşni video olishga qaror qildim. Bizda hamishagidek birinchi qurbon mavjud. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zimni bilmay yotibdi. O'zim chalqancha suzib turib ketadimi? Menimcha yo'q. Ayb o'zimizda bo'ldi, chunki mashinani orqasida 4 ta banan karobkada olib ketgandik. Boyagi anqir-chunqir yo'llarda tezlikni oshirganmizmi? Ustida katta 3,5 kilok matishnilar tagi yorilib ketib banan karobkamizda. Bularni ustiga tushib qisib qolgan. O'zi bilgandim o'zi nima tushiradiganimni. Mana shunga bu narsa bo'lgan deb bo'lgan menimcha. O'sha birinchi qurbon. Ko'ngil cho'ktirmaymiz. Chidaganga chiqargan bu ishlar. Risk deydi-ku. Muhimi qolgan baliqlarimiz tirik. Men kami 5-6 tasi o'ladi deb o'yladim kelgancha. Lekin Xudoga shukr, bitta qurbon hozircha bizlarda. O'ynayapti baliqlar. Eng katta matishlar, где-то 3,5 kiloliklar. Mana shu ko'rinib turganlar. Muhimi shular tirik qolsa bo'ldi. Bu yerda hurmatli podpischilar 65 kilo bilan baliq bor. Shundan где-то bir 20 kilolari matishni. 67 dona 1 kilogram 65 kilogram. Xo'sh, bu yerda 200 gramlik, 250 gramlik eng kichkinasi bu yoqda 700 gram 1 kilo, 700 gram 1 kilo shu atrofida baliqlarimiz. Mana jonivor mashalloh. Bu mana suv tepasiga chiqyapti. Значит, kun issiq, ovqat yegisi kelyapti. Stoykalarda qotiramiz, xudo xolasa. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu. Yarimta yosh bola kelib nimani boshlashi mumkin. Shundan xavotirdaman. Hurmatli podpischilar. O'rtadagi hovuzchani to'g'ri ko'lagan ekanmiz, bari qochib mana shu hovuzchada yotibdi. Hovuzimiz yana bir takrorlab o'taman. 8 ga 5 chuqurligi где-то 1 bor. 1 metr aniqroq chuqurligi. Suvimiz ham o'ta go'zal holatda hozircha. Chunki suv solganimizga uzoqroq 3-4 kun bo'ldi. Xolos shunaqa gaplar. Hozirda stoykalar joylarini mana eshikchasi bilan xudo xolasa kirib shug'ullanamiz. Hozir birinchi qurbonni olamiz. Qayda qurbonimiz? Bunga maxsus sachok yasash kerak. Menimcha qurbon bo'lsa kerak. Birinchi qurbonimizni olyapmiz. Bilmadim nima bo'lgan, nima qilgan, lekin o'lgani 100%. Bir kamida bir 600-700 gram bor. Suvga bir qo'yib ko'rak qampaka. Keyin boshqatdan nima qilamiz? Bunday qarasa xuddi tirikka o'xshaydi, lekin o'lgan hozir chalqancha o'g'lar. Hoppa. Ko'nglimiz cho'ktirmaymiz. Bu boshlanishi menimcha. Xo'sh, shunaqa gaplar.